Dadam, nimaga nasring aytdi? Bacham, onang bilan urushdim hozir. Bugunga ketaman debdi. Nima qilishni bilmayapman. Oho, yomon ish bo'libdi-da. O'qay bir shirin gapiring, ko'ngillarni oling. Gapirib ko'rdim. Bu mal baribir ketmoqchi. O'qay ayol kishining ko'ngli nozik bo'ladi. O bir gul pul sovg'a qiling. Oxirgi marta tuyingizga gul sovg'a qilgandasiz. Guli qayerdan topaman? O mana Buxoro shaharda vokzalga bormasdan Bonbon kafen to'g'risida Toshkent gullari ochilgan hozir. Rost. Ha? Shu yerdan gul olsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Gullar arzonmi, qimmat? O arzon skidga ketibdi. O'zi menga pul bersangiz, men o'zim borib olib kelaman. Pul bersam olib kelib bilasan? Ha. Sepdan senga. Mana shu olib kel. Tamam, dada, o'zi yet qilaman. Onangning ketganiga 3 soat bo'ldi. Gulga istirishga ketdim yo'q, ha? Bitta telefon qiling qani. Gulli ham oldim. Endi qachon chiqadi bu? Telefon bo'libdi. Abonent bor. Iltimos. Onangning. Jonim, bu gullarni qancha mashaqqatli olib kelyapman. To'xtamizmi? Ketdik. Moling sog'inib jonon